Bugün Buxoro arablarini yoritishga keldim. Bu G'ijduvon tumanida. Qaysi qishloq edi? Jo'gari qishlog'i. Qishloq nomi ham arabcha. Jo'gari qishlog'idamiz. Bu qishloqni insonlari haqida sizlarga ma'lumotlarni keyinroq share qilaman. Bu yerda menga o'ziga tortgan narsa ko'p. O'zbekiston arablar bilan suhbatlar qildim, uchrashdim, gaplashdim. Asosan Qashqadaryoda, lekin bu yerdagilar deyarli 100% o'zini tilida gaplashadigan arablar ekan. Qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoga like bosibsizlar. Bu insonlar hammasi arab oilasining insonlari, mana bu yoshlar. O'xshaydimi yoshlari? Yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Xudoga shukr, o'zingiz qanday? Yaxshi yuribsizlar? Zeng degani yaxshi degani. Yaxshi degani, yaxshimisiz degani nima degani? Zeninkum mehentu. Ibrahim zemmi, bachaginkum zemmi, kulkum zemmi, lena qishloq qangina qati ahl yashamishni su. Ahil yashayapmiz deyapsizlar. Rahmat, ha, ahl yashayapmiz. Buni olib turaman ekan o'zimga. Ha. Bu yerda 100% arablar yashaydi. Endi jo'gari degani shu jo'garilar joylashdik degan paytda o'sha uchun jo'gari deb nom qo'yganlar. Jo'garidagi shu arablar joylashibdi-da o'sha payt. Bizlardan oldingi zamonda. Ma'nosi nima jo'gariyning? Jo'gari degani Joylashdi degani. joylashdi degani. Arablar joylashibdi-da o'sha payt. O'sha uchun jo'gari qo'yganlar. Qiz oldi berdilar, bormi o'zbeklar bilan? Albatta borman. Masalan men o'zbeklar bor? ha, masalan men o'zimning akam bilan quduq berganman. 4 ta balasi bor. Xudoga shukr. Ozarbayjondan. Ha. Ozarbayjondan. Shu yerda yashaydigan ozarbayjon. La, mana ma'qul qatku. Turmush qurganda endi. Amak bachamga tushgan. Ana amak bachamga tushgan ma'qul qatku. Bizlarning qizlar Toshkentga borgan, o'zbeklar bilan turmush qurgan. Tojik, o'zbek bizlarga hammasi berib, xudo apavkada. Bunday o'zbek kelini oldinglar, misol uchun. Albatta, ha. O'zbek kelini olsanglar, u oilada arabcha gaplashasizlar-ku. O'rganib ketadi. O'rganib ketadi. Ana o'ydan bizlarga tushgan o'zi kelin bo'lib, chista arabcha gapiradi. Arabcha mendan yaxshi gapiradi. Yoshlarchi, bular ham yaxshi. Yoshlar o'zbekchani arabchani biladi, o'zbekchani lekin qo'shadi. Ha, o'zimizning maktabga masalan lotin tili ham o'qiydi. O'zbek tili, rus tili hamma narsasini o'qiydi. Ana uyga kelgandan keyin ota-onasi bilan arabcha gapiradi. Men Qashqadaryoda ko'p bo'ldim-da, u yerda ko'p. Bizning qarshilar arablar bor. Juda ko'p arablar bilan gaplashdim. Lekin Bizlarning gap bilan ular to'g'ri kelmaydi. Bizlar rod deymiz, ular lorza deydi yerni. Shevada to'g'ri kelmaydi. Sheva xuddi Namangan bilan Toshkentning shevasi qani? Ana shuni. Lekin tushunaverasizlar? Tushunamiz. Sheva boshqacha baribir. Tushunamiz. Hozir sizlar G'ijduvonda arablarni bilasizlar. Yana qayerda arablar borligini bilasizlar O'zbekistonda? O'zbekiston har qayerda bu joylashgan bo'ladi. Sizlar uchrashganinglar. Popkinga ham bu. Lekin u keyinga bo'lsa ham bizda gapirmaydi ular. Ularni arab tili deydi, arab deydi-yu, lekin qishloqni o'ta arabu, lekin bizda gapirmaydi. Bir ana shu yer bizda o'zimizda gapiradi. Unutgan, ha, unutgan ular. Bizning til bilan Arabiston tili bir bo'lgani uchun ana bu madrasa qurdik. Ha, o'sha madrasa bundan 25 yilmi shunday oldin. Yo'q, 30 yil bo'ldi. Ha, 25 yilmi 30 yil bo'ldi. Arab to'ylar homiylik qilib madrasa qurilgan. Yana madrasa qurilgan. Lekin o'sha madrasani ochsinlar yaxshi edi-da, namozxon o'zimizdan bo'laydi. Xudo xolasa ochiladi. Ha. O'shani tashkil qilsangiz yaxshi edi bizga. Ha, mutasaddilar ishlayapti hozir endi arablarni qishlog'ida, arablar gapiradigan joyda bitta arab madrasasi bo'lsa. Oldin o'sha namoz o'qiydilar-da, juma namozini o'qiydilar. Har ertalab tongda o'qiydilar. Bomdod namozini o'qiydilar. Sekin-sekin ochyapti hamma joyda. Sekin tartibga solib ochyapti. O'zbekcha urf-odatlarni bilasizlar? To'y marosimlarda yoki qandaydir tadbirlarda. O'zbeklar qanday bo'lsa bizlar ham shunday. Arabcha urf-odatlar ham o'tkazasizlarmi? Kiyinishlarimiz o'sha nima qolgan. Arabcha qolgan. Masalan, o'zbeklar ana shunday erkakcha kiyinadi-ku, bizlarning arablar kiyinmaydi. To'y marosimlarda. Yo'q, to'y marosimda ham boshqa joyga shunday nima kiyinadi-da, o'zining hududini yo'qotmagan. Hozir mana shunday kiyinib ketadi-da. Boshqa joyga masalan ana buruk kiyadi qizlar-ku, bizning joyga kiymaydi. Aslida shim kiymaydi, qizlar. Yo'q, kiymaydi. O'zimizning urf-odatlar.
mahsulotini yaxshi ko'rdim. To'y marosimlarda qandaydir urf odatlar bormi? To'y bo'lyapti dedilar. To'y bo'ladi. ana bu to'yni ukasi, to'ychining Sizlar ukasi. borasizlarmi? Yo'q. Bu kishi Borasizmi? Endi boramiz, to'yda yotamiz. Ana shu boradi. ukasi qizcha qo'yibdi. Opalar sizlarga rahmat. Tilni unutmasdan mana bu yoshlarga shu o'zlari tiliklarini saqlab qolganlar uchun yoshligidan Masalan ham gapiradi bu. Muhammad Mustafa sallallohu sizlar alayhi vasallam. men savol beraman. Arabcha javob berasizmi? Men savol beraman, arabcha javob berasiz. Arabchaga buzibdi. arabcha gapirayotganda men o'sha Ha, necha yoshdasiz? Maktabda nechta bola bor? Nechtasi o'g'il bola, nechtasi qiz bola? Arabcha. Arabcha gap uzr. Ana maktabali 26 ta bachcha, 4 ta qiz, boshqa maktabda Yo'q. Bin bacha. Arabcha gapiramiz. Intam meron shu, intam qul. Arabcha gap uzr. Meron shu. Ha, Ha, meron shu. Ha. Maktabda nechta bola bor? Sinfda nechta odam bor? Nechta? Arabcha gap uzr. Nechtasi qiz bola? Leyla sinfni Lena sinfini 9ta. nihbin ne- nihbin 9 ta ben, Ha, mayli. 9 ta ben, 21ta valad 21 ta O'g'il bor. bola. Vala. Bir qanday aytiladi arabchada? Ha, bistiya. Ha, bu tojikcha. Arabchasini bilmaysizlar. Arabcha bilan o'zbekcha ta'lim olyapti-ku. Ha. Va sekin-sekin Biza endi o'zbek Matlub inta zeyn. o'zbek Ha, zeynuna shu. oxirigacha lekin o'rganib oladilar. Sizlarda bo'lguncha. Mayli charchamanglar, bolalarni yaxshi katta qilinglar. Rahmat. Elimizga xizmat qiladigan yigitlar bo'lsin. bo'lsin, samon bersinlar baxtimizga. O'g'lim tinch bo'lsin. Yo'qmiz tinch bo'lsin. Hamma gap o'shani boshiga. O'g'lim ma'lumot bersin. Ma'lumot bo'lsin. Doktor, professor, injenerlar bo'lsin orasida. Shunday bo'lsin. Arabchani unutishimga yo'q emas. Yetuk farzand bo'lsin, xizmat qilsin davlat. Hozir yana bir arab xonadoni kelyapti. Endi bu yerda hammasi arab bo'lgandan keyin arab xonadoni bo'ladi. حديث عن لازم تكتب عربي لازم عربية تيسور حديثنا عربية تيسور من عرب بشانو بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي انزلا منزلا مبارك انت خير منزلين هذا ديور يبنى تيسو توشونا موزو خونوانا بركوتا توزو عيالنا عمرهم طويل رقم فواغندم عيالنا علمين بريزنتين حاكمين بولمونين تجلعون جهان جيمبيونوزين تجلعون فواديور واسطادم بلاكاتم قوة عناد مير محمد توزو يرد تيزو عثماننا مصفوزو صرحتات فوقي عيالنا شجرات خرق شغل فواديور دلهم فانوش فاتحهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمة الله ما ترك هزيجن يبنى كنت نوعام بركة انت الله تعالى ورحمة الله اليوم پیغمبرنا صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم من أولادين وقريش قبيلة لنا كم أسرات إيران جايين عربيين لنا كل عرب عن محلة كل عربيين يا مسلمين استقامات مسلمين عربيين كل شغلاتنا زينات الحمد لله يردنا كتير الخيرة عرب الخيرة يعني كل آدمين عربية حديث كل الناس عربية حديثنا عربية دوكات طلعوا بوقت سنة واحد Hozir buni bolalar tushunyapti arabchani, orqada yo'q. غلط شو كل عيال معرفوه إنسان كبير صغير كل عربي حديث بيزوه ومكتب كذاكين إلى كل سنة بخلاف إنسان أوزبكيان كان مرضو حديث مسلم حديث بيزوه Nima dedilar bu tarjimasini aytib beringlar kuzatuvchilarga. طيب bizlarni bolalar to maktabga borganda bor arab tilida gaplashadi hovlida maktabga borganda o'zbek tilini o'rganadi qo'mlik tilini o'rganadi keyin ingliz tilini alhamdulillah qishlog'imizdan hamma o'qimishli yigitlar qur'onlar ko'p oliy ma'lumotli insonlar ko'p yaxshi xulosa alhamdulillah
saqlanib qolgan urf-odatlar bormi? O'zbeklardan farq qiladigan, tojiklardan farq qiladigan. Endi Arablarda o'zlarini urf-odatlari. yo uni endi Oilada. yo u qo'shilib ketgan hammasi. Endi bular urf-odatlarimiz bu yerga qo'shilib Arablar qo'shilib bir xil. ha, hozir urf-odatlar hammasi nima bo'lib qolgan. O'zbek Hozir ajrab turadigan Yo'q. arab taomlaridan nam qilasizlarmi? Arablar yo'q. Oilada. Qo'yishimizda arablar ko'pga qo'yishadi, go'sht yeymiz. Internetda ko'radigan arab ovqatlarni Tandir kabob. Ha, o'shalar Men hammasi bir yerda taomlar. o'shan endi Biz Allohdan taomlarni bizda masalan o'zbek tiliga xamir ovqatlar deydi-ku, arab tiliga ajinish deydi. Ajin ey. Ajin Xamirli deydi. ovqat. Bunaqalar Ajin. turku endi nima? Men qozoqlar bilan ham yurganda ko'raman. Ularda 5 barmoq. 5 barmoq. Ko'p yedimda ularda. O'sha, osh degani deydi, bu arab tilidan olingan so'z. O'zbekistonda ham osh yeyiladi aslida. Ha, yeyiladi. Bizlarda ish deydi. Oshni. Ish. Demak, o'slarda tillardan kelgan ekan. Osh bir xil osh. Hammasi arablar hajga borib keldilar, bular o'zi bo'lamalar, bizlar o'zlari o'zi borib keldilar. O'sha tili bashi bir xil hammasi. O'xshaydi bir-biriga. Shevasi farq qiladi. Shevaga farqladi. Hozir endi tojikcha, o'zbekcha, arabcha aralashib gaplashamiz. Ha, rahmat. Ben zafonimizga qo'shib bor. Qo'laysiz, xohlamaysiz qo'shyapsiz-ya. Tojiklar bo'lsa tojiklar ham tojikcha gaplashamiz. Qo'yishamiz. Ana bunaqa yomg'irlar ko'p bo'lsin, chunki aslida bizda chorvadarlar biza shu yomg'ir yoqsin yurtimizga mulkchilik, go'sht arzon bo'ladi. Qishloq chorvador asosan. Azam chorva bu. Chorvalarni boshqalar bu xo'jakamiz. Cho'lda chorvalar bor. Chorvalari bor. Hammaga chorva bor bu yerda. Faqat chorvani shonamiz. Yana nima hunarlar qilasizlar? Endi har kim har kasbni nimasi, masalan ana bu kishi yoshliklarga, pensiyaga chiqqanlarga qadar quruvchi bo'lib turganlar. Quruvchi bo'lganlar. Dehqonlar bor. Bu kishi oliy vodiydan hoji bu kishi siyosiy ishlaganlar. Necha yillar tumanda. tumanda. Bizda tadbirkor, fermer, yerimiz bor, bog'imiz bor. Bu kishi ham tadbirkorlar. Shular ekanmiz. O'zbekistonda qayerdan arablar bilan uchrashib gaplashgansizlar? Genov. Qarshi. Organda bo'ldi lekin o'sha. Gapiraydi. Genovda Genovda bor. Qarshiga. Arabistonga borganda shu tilda bemalol gaplashaverdingizmi? Shevamiz farq qiladi-da. Sheva farqli lekin Mana ayrim so'zlar Qur'ondagi ko'pgina so'zlar bor-ku, arab tiliga bizga to'g'ri keladi masalan. ularda unaqa Qur'on tili emas hozir. Qur'on tili o'qib tushunadigan tili. Ona, ota, ummi, abuy, axuy kabir, axuy sag'ir, xubzun deydi, mo deydi, suvni, lahm deydi, go'sht, hammasi bir xil. Kabir, sag'ir hammasi bir xil. İnsa, zakar, erkakchi zakar deydi, insa, ayolchi insa deydi. Demak, arabcha duch kelib qolsa bemalol tushuniladi. Sigirni Baqara deydi. Baqara deydi. Baqara surasi bor-ku. Baqara surasi. Ha shuni. Mana Qur'on nozil bo'lgan, tushgan ma'noni bildiradi. Laylan qadrli Qadr kechasi. Qadr kechasiga. Nasıl bir xil pasti. Hozir to'y bo'lyapti ekan. To'yga duch kelib qoldik. Buxoro arablari qanaqa to'y qiladi ko'ramiz hozir. G'ijduvon. G'ijduvon tumani Javgari mahallasi. Javgari mahallasi. Bu nimadir gapirishni biladimi? Xush kelibsiz qishlog'imizga deychi. Xush kelibsiz qishlog'imizga. Xushlayinkum qayratlakum. Arabcha Cheka chiqamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Vodiydan, Andijon. O'rgangani keldi. O'rgangani keldi.
Isuzu binasimi? Ha, Isuzuchilar boradi bizga. Kecha Andijondan keldim o'zi. Ha. 11 yildan beri bu qatnayman. Arapchaga bilmaydi shuni. Arapchaga bilmaydi. Ondan so'ng bo'lsa bu demoqni bajardi. Hozir kuyov bola qayerli? Kuyov bola Ha, Shimlarda. Men bitta video olib o'tiraman. Burchayda. Mana ordinariy shuna qo'ying. Yo'q, sab nazarot umrida ro'st. Yaxshi ziyoratingizni yaxshi keldingiz. خدمت کرده بود. حاضر حاضر بیتی. نه خدمت کرده. سلام نمیتیم. دیگه زمان. Ha gardene tudo bu. Hozir nima turgizib qo'ydilar kuyov bolani? Bular amalga qo'yaylik. O'tirishga ruxsat beradi. Men ruxsat bersam aytadi. Bolalar chaqdi deydi. Bu to'yda egasi ruxsat berish kerak-a? Qizni egasi. Qizni egasi bor. Hazırlaşyaptı. Yo'da shunaqa odat bor, urf odat. Hadi ruxsat beradi. Arap bizlar. Bunlar Arapcha gapiradi. Ana Afg'on, Saudiyaning tili bizlar bilan bir xil. Ha. Oilada arabcha gaplashasizlar. Afg'on bizlarga yo'q pishmaydi. Afg'on bilan bor arab. Biltiri nimaga hayit qurbonga, Toshkentga, Qo'shqo'rga qo'lni arabcha o'zimizda gapiradi. Endi millat ko'p. Forsi, o'zbek, arablar. O'zlar ham keladi, jo'ram bor. O'zlar ham keladi. Qo'lni arabcha. Lekin tojikchani ham yaxshi bilasizlar-a? Tojikcha, Uruscha, Qaroqcha hammasini biladi. Endi ana menga eng qizig'i arabcha uylar. Bolalar aytishi bo'yicha mana shunaqa uylarda o'tirilgan. Endi bunaqa shifrli uylar, darvoza, katta darvozali uylar qilinyapti, deyapti. Bolalar aytishi bo'yicha bunaqa uylar hali ham ko'p ekan. Tomi ham loyda buni. Loy shu vaqt tomi ham. Ichkarilarchi devorlar. Ay, shpaglovka, bunaqa albastr narsalar emas. Bir qanaqa qilgan bo'lishi mumkin, asosan bizlarda loy shuvoqda yashashadi. Hozir saqlanib qolgani bormi shunaqalardan? Topiladi. Bor qishlog'imizda. Bor, hali. Bu ikkalagi chistadan shpaglovkamizdan. Bor. Asosan shunaqa uylar o'zi. Endi mana ular o'zgartirib kamayyapti. Zamonaviy bo'lib, mana bu shifrlar boshqalar kiryapti. Endi bular bo'lyapti. Ha, unaqa oynalarni anaqa nimaligi? Eshikli. Ha, Eshikli oynalar. o'sha yog'ochdan ishlangan. Buni qayerlar? Oyna alohida bitta, yana bu yoqda eshik ham bor, oynani bekitib qo'ygan. U qo'rga hammasi shunaqa ekan bularda. Hammasida. Rostdan e'tibor qilmabman, hammasi shunaqa ekan. Qayerlar? Bu uyda ham shunaqa, bu uyda shunaqa. Endi ana akfalarda yo'q ekan.
Akvalari ham bor orasida. Akfalarda unaqa yo'q ekan. Asosan ko'ryapsiz, ko'pchiligi yog'och eski o'sha qo'l mehnati yog'ochga eshik. Ular 20 yildan beri jo'ramiz. Siz arab, Men arab. bu akamiz Tomdidan, qozoqlardan, ha? Bu ham qadoq uqdan bu ham. Ayaqudodan. U yerda hali Jiriqqa bordim. Hamma joyga bordim edi. Ha, dalshi o'tibsiz-da. Ha. Bu ham Tomdidan bu yoqqa yurdim, keyin Konimexdan u yoqqa ketdim. Turib qilibsiz-da. Sizlarga chorvadorsizlar-da. So'rovdor. Ataringiz qayda sizni? O'sha Tomdiga. Tomdida. To'yga kelishganda mehmonga. Riga, jo'ram, uqdan keldi bular. Kechqurun yana keladi uni. Tomdi necha kilometr bu yerdan? 300 ta. Hozir qana tugun otadi deyapsiz-a bu yerda? Kuyov bola. Tugunning ichida nimalar bo'ladi? Chimbiliq tayidan tortilgan shirinliklar. Ha. Chiqishyapti o'zi. Og'aman arabcha. Isiriq tutdim hozir. Mana bachaoning aka geroy asosiy. Qahramonga tush bizdan yana chiqasan. O'ragan shu. Sizlar olmaylardi, tugunni mana shu bola yutsin. Yo'q, tamom bo'lyapti. Mana shu bola uchun zakramiz. Hech kim olmasa mana shu bola olsin. Mana shu bolaga. Keyingi pokoleniya shuda o'zi. Navbat shunga kelgan. Lekin bro, sen bro. Nima ko'rayim, bro. Mujib. Bunaqa odat Vijdonni hamma joyda bor, bunaqa odat. Bizada bor. Vijdonda, yoshlarda o'zlaridami? Mana yangi to'y bo'lgan bola. Shu narsani o'taradi. Keyin o'shanga yo'l ochib beradi. Qayerlarda bor bunaqa odat yana? Buxoroning qayerlarida bor bunaqa odat? Bizani oblastda bor bu narsa. Buxoroning hamma joyida bor. Hamma joyda bor. Omin, Zafet baxsh beton. Sog' salomat rafta beton. Hayotona tiyat. Mana hayotona. Beraman.
Música tá muito mas não tá bom não. Amin jara so'z qaring. Arabcha o'rgandingizmi siz? Yo'q. Siz qozoqcha o'rgandingizmi? Manmi? Ha. Ukalarim bilan yurmay o'rganaman. Sizni ha. Arabcha gapiring. Arab tilini saqlab qolgan arablarni qidirib keldim shu yerda ekanda. O'zim ko'p joyda ko'rdimda, ular saqlab qolmagan. Ha. Qulluq olsin to'ylar. Rahmat. Arabchaga aytaymi? Arabcha gapiring. Arapça gapiring. Hoş gelipsiz bachcham. Faqat teraga keling. Yo'q, Yanaydi. sizlar hozir o'zbekcha, tojikcha, arabcha bilasizlar, ha? Yo'q, ben aytaman. Xush jaynak ijuni baladi. Hamisha irsat ta'al. Ijuni tindaq ana hamon domut kelina su. Kamuna pir kampir sur. Ana. Nima dedingiz? Aytdim ben. Nima dedi Duo o'zbekchasi? qildilar. Ha, o'zbekchasi nima dedi? Ana qo'sha qaring, baxtli bo'ling, vali bo'ling, Bizada qalay. bizada qari bo'ling, nevarali bo'linglar ki ana shunaqa yaxshi duo, yaxshi tilaklar. Ha. Sizlar uyda gaplashasizlar arabcha, nevaralar bilan, hamma bilan. Ha. Qarindosh urug'laringizda o'zbek kelin, tojik kelin olganlar bormi? Yo'q, ana o'zbek ana unasiman. Qanaqa jiyaningiz bo'ladi bu aka? Bu ham so'ya. Hamsoya, qo'shni bo'ladi. Siz onangiz o'zbek. O'zbek ona. Kelin bo'lib kelgan vaqtini bilasizmi bu xolam? U kattaroq yoshi kattaroq. Arabchani kelib o'rgangan, onangiz hozir biladi. She'ra ha bilanlar tushunarlar hammasini. Lekin o'zbekcha gapirarlar. Endi O'zingiz gapirami? otamiz bilan arabcha gaplashaveramiz. Ha. Onam bilan o'zbekcha. Endi lekin polni tushunarlar. Hammasini tushunarlar. Lekin onangiz bilan o'zbekcha gaplashasiz. Ha, o'zbekcha endi gaplashamiz onam bilan, lekin o'zimiz aka-ukalar hammasi arabcha. Ha, sizlar arabcha gaplashsanglar, xola tushunaveradi, onangiz. Ha, bemalol. Onangiz 100%. Nima Ozarbayjondan kelgan ayolgina arabcha gapiradi. Ozarbayjondan kelib arabcha gapiradi. Shu yerga kelin bo'lib kelgan bor Ozarbayjonda. Ha, nechinchi yillar kelgan? U qish 75-yilda kelganda. Ha, u katta ayol ekanda. Ha. Katta o'g'li men bilan barobar 78. Ha. Lekin polni arabcha gapiradi. Endi Ozarbayjonda gaplashadigan sherigi bo'lmagani uchun tezda o'rganib olgan bo'lsa kerak edi. Chanada opa singillari kelishadi. Ozarbayjondan. Mehmonga kelishadi, o'zini tilida gaplashadi. Aytak arabcha gapiradi. Endi arabcha, biza bilan arabcha.